Assalomu alaykum, hurmatli kitobxon. Abu Ali bin Sino nomidagi viloyat axborot kutubxona markazimizga xush kelibsiz. Mustaqilligimizning 35 yiliga sizga nima berdi? Assalomu alaykum. Avvalambor rahmat qiziqarli savol uchun. Hammani tabriklayman. Kelayotgan mustaqilligimizning 35 yilligi bilan. Shu mustaqilligimiz sababli yana tinch, zamonaviy kutubxonalarda kitob o'qiyapmiz. Xohlagan vaqtimizda o'zim xohlagan universitetni tugatdim, o'zim xohlagan soha bo'yicha ishlayapman. Assalomu alaykum. Siz mustaqilligimizni bir so'z bilan qanday ta'riflagan bo'lar edingiz? Bir so'z bilan aytganda, mustaqillik xalqimizning buyuk orzusi, ro'yodi. Mustaqillik hayotingizda qanday o'zgarishlar qildi? Mustaqillik hayotimizda erkinlik, tinchlik va farovonlik uchun keng imkoniyatlar yaratdi. Bugun o'z fikrimizni erkin bildirib, ta'lim olish va mehnat qilish imkoniyatiga egamiz. Hammangizni mustaqilligimizning 35 yillik bayrami bilan chin ko'ngildan tabriklayman. Rahmat. Mustaqillik yoshlarga qanday imkoniyatlar bermoqda? Mustaqillik O'zbekiston yoshlariga o'z salohiyatini ro'yobga chiqarish, zamonaviy ta'lim olish hamda o'z huquqlarini himoya qilish imkoniyatlarini yaratib bermoqda. Yurtimizda ko'plab zamonaviy maktablar, nufuzli xorij universitetlarining filiallari ochilmoqda. Bu albatta biz yoshlarga yana kelajakda katta imkoniyatlar yaratib beradi. Shu imkoniyatlardan to'g'ri va unumli foydalanishimiz kerak deb o'ylayman. Shu fursatdan foydalanib, mustaqilligimizning 35 yilligi bilan barcha yoshlarni hamda hamyurtlarimni bayram bilan muborakbod etaman. Mustaqillik siz uchun erkinlikmi yoki mas'uliyat? Mustaqillik men uchun ham erkinlik, ham mas'uliyat. Erkinlikni asrash esa hammamizning burchimizdir. Mustaqilligimiz bardavom bo'lsin. Mustaqillikni siz qanday qadriyatlar bilan bog'laysiz? Mustaqillik avvalo erkin va farovon yurtda o'z taqdirini, o'z kelajagini o'zi belgilash imkoniyatini anglatadi. Shu sababli bugungi kunda mustaqillik har bir fuqaroga, shu kabi menga ham o'zimizning milliy qadriyatlarimizni, an'analarimizni, tilimizni, dinimizni asrash va uni kelajak avlodga bekamsiz yetkazish imkoniyatini yaratib bermoqda. Shu sababli men ham va qolgan vatandoshlarimiz ham o'z mehnatlari bilan, o'z salohiyatlari bilan bilim va bilimlarni ishga solgan holda mustaqilligimizning kelajak avlodga yetkazib berish o'z hissallarini qo'shadi degan umiddaman va kelayotgan mustaqillik bayrami hammaga muborak bo'lsin. Yurtimiz farovon, kelajagimiz barqaror bo'lsin. Barchani mustaqillikning 35 yilligi bilan muborakbod etaman. Tabriklayman. Rahmat. Siz uchun vatan mustaqilligi qanday ahamiyatga ega? Mustaqilligimizning 35 yilligi yurtimiz hayotidagi ulug' va qutlug' sana. Bu bayram bizga vatanimizning mustaqilligi, tinchligi va taraqqiyotining qadrini yana bir bor anglash imkoniyatini berdi. 35 yil davomida O'zbekiston o'z taraqqiyot yo'liga ega bo'lgan. Iqtisodiyot, ta'lim, ilm-fan, madaniyat, san'at va sport sohalarida katta yutuqlarga erishdi. Eng muhimi, bu davr bizga milliy qadriyatlarimiz, tilimiz, tariximiz va an'analarimizni yanada ardoqlash imkonini berdi. Menimcha mustaqillik nafaqat bayram, balki katta mas'uliyat hamdir. Vatan ravnaqi, xalq farovonligi va yurtimiz kelajagi uchun har birimiz o'z hissamizni qo'shishimiz kerak. Ayniqsa yoshlarimiz yaxshi ta'lim olib, zamonaviy bilim va kasblarni egallab, O'zbekistonning kelajak taraqqiyotiga xizmat qilishi muhim. Rahmat. Barcha yurtdoshlarimizga mustaqilligimizning 35 yilligi muborak bo'lsin.